Bugün bir insan uyg'onmadi. Uzun apajon sen ko'z ketib qolibdi. Butun O'zbekiston bu xabarni bildi. Endi ustoz endi hamma aytdizam men ustoz endi sal ko'z ketib qolibdi shu vahima qilish kerak shunga. Bo'ldi ustoz turdim mana. Nima qilish kerak shuni ayting-da ustoz hozir yorib tashlayman hozir. Tirikliging butun dunyoga seni tanitsin. Tamam. Bo'ldi ustoz tamom bo'lsa tamom ustoz tamom. Hozir men shuni cho'tki qilib aytib beraman sizga. Yaxshilab eshiting ustoz. Siz aytarsiz, hech qayeringizni ushlash kerak emasmi? Yo'q, ustoz ya. Men o'zim hozir cho'tki qilib aytib beraman, o'zim aytaman ustoz hozir men. Ona qilib shart emas sizga. Yo, ushlab qo'yaylikmi? Ya ustoz ya men o'zim cho'tki qilib aytaman ustoz. Mening ismim Sherka. Bo'lma bujon. Muncha gapirdingiz xabar, muncha. 10 yosh muncha gapirdi. Siz muncha gapirdingiz. Qancha gapirdi? 10 yosh muncha gapirdi. Siz muncha gapirdingiz. Abajoni men shu o'zingiz majbur qilasizda. Abajoni shu menimcha deb buni ko'rsangiz bular keyin shart meni shu bir parcha qilib anaqa. Qayerisiz sizlarning aytingchi? Shu aytaveraman-da oxiri shu bo'lgan. Kim metr? Yecha 2 metr emas ya, ben sal stopda bo'ling ya. Gapiring. Ya, apa nima qilyapsiz? Abi doirami sizga bu? Ko'p gapiring olasizmi siz? Onasini emsin qo'ymayapsiz gapiraman desam, jim turing gapiraman. Mening ismim Sherka. Men shu yil nasib etsa maqsadlarimga erishaman va 1 million Instagramda obunachiga yetaman. Hozir ham mana ko'rib turganlar meni podpishka qilib obunachi bo'lib menga mana podpisatsiya tashlayapti. Rahmat hammaga. Nasib bo'lsa shu yil maqsadlarimga erishib, sizlarning ko'nglaringizdan joy olib, yaxshi bir aktyor bo'lib yetishaman. Qanday, zo'rmi? Voy jonim, mana bo'larkan. Hech qayeringizni silamadim. Gapirdingiz-ku mana. Davay, mana.